deb tushuntirib diqqatni o'tkazish degani nimasi? Uning diqqatini pat-pat har xil shaylarga yo'tkash orqali uning diqqatini yo'tkazib berish. Endi men minus qo'yib qo'ydik. Men minusni qat'iy ishlatmas kerak. Birisi ayiblash. Agar u qo'ncha qilgan bo'lsa, amma demaslik. Agar u boshqa bir elish tegish bo'lmagan narsani olgan taqdirdimi, uni amma deb silkib etmaslik. Chunki bunday qilgan vaqtda keyin bu vaqtda undaq harakatlarga bir xil qo'rqinish shakllandi. Men bayatın dedim, bu vaqt bola, yoki kichik bola ota-onasining kayfiyatini intan tiz sezgür buldu. Bunda kayfiyatni intan tiz tushunaladi. Shunga u qopqin turib yo qo'rqinish tashvishida bolalarning bu harakatini to'sgan vaqtda u keyin u narsani olmaydigan, bir narsani deyishni xohlamaydigan til qobiliyatimi bag'an sir tushib ketadigan ahvollar shakllanadi. Shuni ayiblash qat'iy bo'lmaydi. Kar bo'lmaslik. Bunimi kar bo'lmaslik degan nimasi? Bola buni tutgan vaqtda ota-onaning hech qanday kar bo'lmagan vaqtda bola bunday narsadan zerikadi. Biz buni shartlashni o'rgangan. Agar bola bir narsa chiqib olsa, bola ota-ona darhol uningga kirishib olgan bo'lsa, demak bola bu diqqatga erishish uchun to'xtamay shu narsani chaqadigan taraqqiy qildi deb bo'ldi. Shunga bola qachonda eg'iz ochsa yoki ma'lum narsa gap qilsa, ota-ona buningga yuksak ahamiyat bersa, yuksak e'tibor bersa, bolada bu xil narsa tiz bo'lishi uchun kar bo'lmas ayblashni qat'iy chiqarib tashlash kerak. Men to'tiga alohida diqqat qilsak, bolalarning til qobiliyatida belgili darajada o'sish hosil bo'ldi. Uningdan boshqa qanday qilish kerak degan vaqtda to'xtamay ona bilan so'zlashavergandimi, bolaning til qobiliyatida ma'lum chek shakllanib qoldi. Shunga bu xil paranglashga dadam qatnashish kerak bo'lsa, agar sharoit bo'lsa, boshqa tuqqanlar, do'stlar, qo'shnilar, mushlarmi aloqa qilish orqali har xil gaplarni qilib bersa, bu vaqtning mingisining g'idiqlanish qitim soni bir qadar yuqori bo'lgan gap. İkinci davr nima bo'lsa, oldingi mashg'ulot davri. Oldingi mashg'ulot davri ham 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqt. Endi bu davrda odatda bolalarda konkretni dunyo hukmi shakllandi. Konkretni dunyo hukmi degan nima esa, bolada dunyoga nisbatan bir ko'z qarash shakllandi. Ammo u real dunyoni emas, kalliski dunyoni biladi. O shu dunyoga kalliski dunyo bo'yicha muomala qiladi. Undan so'ng kalliski dunyo qanday dunyo deganda, uning kalliski dunyo intan yuksak darajada shaxsiyatchi dunyo. Bunda bu davrda bolalarda 62 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda butun narsa shu bolani markaz qilib cho'glaydigandek his qildi. Uning qalbida boshqalarning degan narsa mavjud emas. Uning ko'rgan narsaning hammasi xuddi shu bolaninkidek tuyulib ketadi. Shunga u kimning qo'li nim ko'rsa talishadigan ahvollar shakllandi. Bu davr menda aytgan vaqtda bola xo'jayin bo'lishni orzu qildigan vaqt, ya'ni 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda. Bu davrda asos diqqat qilganimiz nima degan vaqtda, bu 62 yoshdan 3 yoshgacha davrda bolalarga qaror chiqarishni o'rgatish. Qaror chiqarishni o'rgatish degan nima esa tanlashni o'rgatish. Masalan, uning kiyimini kiygizmoqchi bo'lsa, amaliyot 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bola nim kiyim kiyib bo'lardi. Shunga o'xshamagan ishdan masalan qo'yib turish orqali qaysini kiysan deb, qaysini tanlasa shuni kiygizish. Yoki bo'lmasa tomoq nima qilgan vaqtda qayerda o'tirishni yaxshi ko'rsan deb, uning mayada o'tirishni, yoki bo'lmasa men nada o'tirman sen deb deyish orqali mushkul uningga amalba qaror chiqarish fursatini ko'proq qilib bersa, bundaq bolalarda keyinchi nima shakllansa, bir xil mustaqillik deysi, ko'z qarash, o'zlik shakllandi. U menda chiqqan vaqtda nurg'un ishlarda qaror chiqara oladigan bo'lib chiqdi. Endi 3 yosh bo'lsa, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan vaqtda biz bularning ijtimoiy turmush shakllandi. Menda chiqqanda do'st tutishga boshlaydi. Ammo do'st tutgan vaqtda bek ko'p do'st tutmaydi. Bir yoki 2 do'sti bo'la oladi. Ko'pincha bolalarning birli do'sti bo'ldi. Shunday vaqtda amalba qo'shni avlamdi yoki o'zining tang tutish navrlar avlamdi. U bir do'st tutishni bilish kerak. Bu orqali o'zlarini tang tutishlar bilan qanday muomala qilishni o'rgansa bo'ladi. Ammo 3-4 yosh vaqtni nurg'on ota-onalar biladi. Odamning intan beshini og'ritilgan bir davr. Ya'ni to'xtamay manimo, nimishqa deb so'raydigan davr. Bu savollarni so'rash orqali ota-onasi bilan jiqroq vaqt sarf qilishni umid qildi.
Şun bu davrda ata-onalar ballar bilan süpetlik vaqtlarni o'tkazib bo'ldi. Süpetlik vaqt degan nima desa, masalan, taloq chiqish, yine ata-onasi o'zi xushal bo'lish uchun o'tkazgan ba'zi harakatlarga ballarni elib olish. Masalan, do'stlar bilan kurashmoqchi bo'lsa, ballarni elib olish, yoki sayohat qilib chiqish, yoki birga bog'chida o'ynash, yoki balsizlar bilan to'p o'ynash, qatorliq harakatda vaqt sarf qilishni biz odatda süpetlik vaqt sarf qilish deymiz. Ham 3-4 yoshda yana bir alayda bir davr bor, men buni chuqur eskartib qo'yishim kerak. Men oldida bir dedim, ana dada dinamik söz bir doyani bala dadaga yo'tkilib dadaning muhabbatiga muhtoj bo'ldi dedim. Ikkinchi davr qachonsa dal 3-4 yosh 3 yoshdan 4 yosh davri. Bu davrdami balla intayin dadaning muhabbatiga bek muhtoj bo'ldi. O'g'il bu mush davrda dada orqali bir xil erlik xususiyatni o'rgansa, qizmi dadaga muhabbet bog'lash orqali uning muhabbatga bo'lgan ihtiyoji şekillendi. Eğer bir kız bala 3-4 yaş vaqtida dadasining muhabbatiga mush davrda to'liq erishmasa, keyin nim shakllandisa, baldular o'g'illarning muhabbatiga muhtoj bo'lgan, ya'ni baldu muhabbet ish kelib chiqib qoldigan gap. Shu 3 yosh vaqtida dada cho'qim qiz bilan ko'proq vaqt sarf qilish orqali qizning bu xil muhabbet ehtiyojini shu vaqtda to'liqqa qandirishi, o'g'ilning muhabbet ehtiyojini qandirish kerak. 5-6 yaş vaqt şu deganda 5 yaşdan 6 yaş vaqt ko'pincha balalarning asosiyatdan ijtimoiy chambarak hosil qildigan. Ijtimoiy chambarak degan nima desa, asosan do'stlar ko'payib ketgan vaqt. U chaqda 5-6 yaş 5-6 dana do'stlari bo'ladi, birga o'ynaydi, maldik balalar bilan birga o'ynaydi. Bundaq harakatlarni cho'qim rag'batlantirish kerak. Chunki bala mush vaqtdan boshlab bir to'p balalar bilan o'ynash o'rganmasa, keyingi o'zining cho'ng bo'lgandagi ijtimoiy aloqadimi azroq tamtiraydigan ahvollar shaklida. Ba'zi balalar o'zining tanishlar bilan o'ynashni xohlamaydigan ahvollar shaklida. Bu vaqtda ota-ona hargiz buni sal qaramay, har xil usullarni ishlatish orqali balalarni bu to'pga qetib etishni, amal va balalar bilan ko'proq o'ynab berish talab qilish kerak. Onundan boshqa 5-6 yosh vaqtida yana nima o'rgatsa bo'ladi desa, balning yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydigan narsa paydo bo'lishga boshlaydi. Biz buni oldingi psixik salohiyat chamberga bir deb ketgan. Ya'ni balning nimani yaxshi ko'rish, nimani yaxshi ko'rmaydigan narsani shakllantirish kerak deb. Shunga 5-6 yosh vaqtda ba'zi ota-onalar ballarimiz foyda deb ular yaxshi ko'rmaydigan narsani zo'lab qo'ygan vaqtda balada o'zlikni darhol tugashtirib yetib qoldigan ahvollar shaklida. Shunga bunda vaqtda bala agar xohlamasa yoki o'ziga ziyonli narsalarni rad qilishni, ya'ni yo'q deyishni o'rganish kerak. Shunga nurg'un narsalarga yo'q deyishni bilgan baladimi bir xil o'zlik shakllangan bo'ldi. Garchi uning ba'zi foydali narsalarni rad qilayotgandek tuyulgan bilan, ammo uning xarakteri nima shakllantirsa, uning o'zining bir kishilik ko'z qarashining bog'liqidan direkt beradigan gap. 6 yosh kirgan vaqt deganda 6 yosh kirgan vaqtda asosiyatdan bolalar maktab yeshiga tayyorlik bitgan bo'ldi. Ya'ni ota-onadan ayrilsa bo'lgan davr. Bunun oldingi davrlarda bo'lsa asosiyatdan bolalar ota-onadan taz ayrilib ketolmaydigan. Eng ko'p ayrilsimi 100 metr yoki 200 metr jiroqlik. Ya'ni onasini, dadasini ko'rib turib ayrila oladi, biroq butunlay ayrilmaydigan davr. Ammo 6 yosh kirgan bo'lsa, u asosiyatdan maktab hayotiga qadam qo'ydi. Ham shundaq deyish kerakki, hamda hozirgi shahar muhitida hamma bilasizlar, ota-onalarning xizmati va albatta bolalar bilan bek ko'p vaqt sarf qilinmaydi. Shunga yesli qatorliq bu xil institut, bu institut hisoblanadi. Shundaq o'rinlarni tanlash to'g'ri keldi. Albatta buningmi bek ko'p ziyni yo'q deb qaraymiz. Nimishqa degan vaqtda yesli xarakterlik bu xil yerlarda bolalar o'zining tang tushlari bilan birga o'ynashni asos qildi. Ammo yesli qavatgan vaqt shundaq narsa diqqat qilish kerakki, ham shu yesli o'qituvchisi bolalarni chuqum amalba qo'rqitib etmasi kerak. Chunki bu vaqt qo'rqitib etgan vaqtda balda tabiiyla keyin maktab berishdan biz oldingi vaqtlarda klassik shartlashni dedik. Yeslida qo'rqitib etgandikilar balada maktabdan bezar bo'lgan, maktabdan qo'rqaydigan ahvol shu vaqtdan shakllanib qoldi. Shu yesli o'qituvchilari bolalar amalba bir xil o'zining onasidek muomala qila olsa, o chaqda yeslining bolalar bo'lgan tarbiyasi texmo yaxshi bo'lgan gap. Ammo bu davrda ba'zi ota-onalar sal oldirab ketib bolalarga
ma'lum narsani o'rgatishni sal tizlatib qoldi ahvollar bo'ldi. Hamda mush ma'lum narsani o'rgatmaslik to'g'risida nurg'a odamlarda qaymoqish bo'lib qoldi. Zodi biz narsani o'rgatamdik, o'rgatmamdik deb. Ham bunga mundaq tadbir qo'llansa bo'ldi. Bola xohlagan bo'lsa, yaxshi ko'rgan bo'lsa, uni o'rgatish. Agar xohlamagan bo'lsa, hargizmi bolani uni zo'lab o'rgatmaslik kerak. Chunki bu 5-6 yoshgacha davrda uning qattiq bilimlarni, ma'lum uchur xarakterlik bilimlarni o'rganib olishi amaliyotda uning miyasining taraqqiyotiga aksi ta'sir qilib qo'ydi. Ammo bola xohlasa, oshni yaxshi ko'rsa, u chaqda ota-onalar bu xil tarbiyalashni qo'llansa bo'ldi. Agar bola qat'iy xohlamasa, ota-ona o'zining qo'shnilarining bolalari yoki do'stlarining bolalarining ma'lum narsani o'rganganini ko'rablar, bolani bunga zo'lab tiqib qo'ygan vaqtda u bola shu vaqt qo'rqib o'rgangan bilan keyin ota-onadan ayrilgan vaqtda uzluksiz o'rganishga bo'lgan qizg'inligi butunlay tuvallab ketadigan gap. Üçüncüsü konkretni məşğulat dövrü. Konkretni məşğulat dövrü adətdə 7 yaşdan 13 yaşgacha bo'lgan davrda şəkillendi. Bu davrda əlbəttə balalarning bilishi ko'paydi. Ularning uchrashgan odamlar ko'payishga boshlaydi. Ammo ular yana abstraktni yoki logika degan narsa bo'lmaydi. Bu nima deganlik desa, bularga kelgusi to'g'riliq, istiqbol to'g'riliq, baxt to'g'riliq gap qilganning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ham bu davrning bir ortiqchiligi bor. U bo'lsa odamda, ya'ni mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, otliq va onliq hormonning yetilishi. Ham onliq hormon, ya'ni endogen va ekstrogen deymiz. Bu ishki hormon o'g'illarda tang mavjud bo'ldi. Qizlarda mı tang mavjud bo'ldi. Ammo o'g'illardagi onliq hormon bag'an siri pasib, otliq hormon ro'shanlashib boshlaydi. Qizlarda chu desa, onliq hormon ro'shanlashib, otliq hormon tuvallashib boshlaydi. Biroq ba'zi bolalarda mush davrda o'g'illar ya qizlar o'zining tipidagi, o'zining mesela o'g'il bo'lsa o'g'illar bilan, qizlar bo'lsa qizlar bilan aralashib, ma'qul aloqani qilishi bek muhim. Chunki bu vaqtda agar bir o'g'il bola ko'pincha ochilari yoki singillari yoki qizlar bilan birga o'ynab o'ssa, bu bolaning onliq hormonining tuvallishi sallaliq ojizlab, onliq hormonining ta'siri ma'lum darajada shakllanib qoldi. Qizlarning shunday bo'ldi. Shuning bu davrda bolalarning chiqim tiplarga ayirib etish bir qadar muhim deb qaraymiz. Eng oxirgisi rasmiy mashg'ulot davri. Rasmiy mashg'ulot davri hamda 14 yoshdan 18 yoshgacha bu vaqtda hammamiz bilamiz, ba'zida hamda odam badanida o'zgarishlar, ya'ni quramiga yetgan vaqtga o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ba'zi qizlarda konkret mashg'ulot davridilar tezlik yetilib ketishi shakllandi. Ammo ko'pincha ahvollarda shu 13, 14, 18 yoshda yetildi deb qaraymiz. Hamda bu xil fiziologik va biologik jihatdagi o'zgarish bularning psixikasida xeli yuqori darajada psixikasiga ta'sir qildi. Ammo o'g'illarga nisbatan bu davr psixikasiga sal bek ko'p ta'sir qilib ketmasligi mumkin. Biroq chunki o'g'illarda badan o'zgarishi bir qadar yushin holatda ifodalandi. Ammo bu davr dal o'g'illarning shu ba'zi namoq bo'lgan, sog'lom bo'lmagan ba'zi harakatlar bilan shug'ullangan davri. Shunga amal bu davrda ota-ona o'g'illarga, dadasi masalan o'g'illarga, o'g'liga ma'lum jihatdagi mush tarbiyalarni yushirin bevosita vasitali holda elib berish menimcha muvofiq deymiz. Qizlar uchun deganda qizlarda ko'pincha ota-onalar bildi, bu davrda fiziologik o'zgarishi bir qadar ko'rinarlik bo'ldi. Bu vaqtda qizlarda bir xil o'zini sal tuvan ko'rish yoki xijil bo'lish hissiyoti yuqoriroq bo'ldi. Bu vaqtda cho'nglarning ko'zi qarayamaydigan yoki taloq chiqishda bir qadar biyapis qildigan ahvollar shakllandi. Shu bu davrda hargizmo qizlarning azariyib qilishini to'sash kerak. Chunki bu vaqtda qizlar o'zining badani tufayli zanglik uchirgan bo'lsa yoki ota-onasining aybi uchirsa, darhol qizlarda o'zini tuvan ko'rish, anikin xomushlik, anakin otizm bikinib olish degan alomatlarmi mushu konkretni mashg'ulot davrida bevosita ifodalanib chiqadigan gap. Ondan ba'zi onlarning masalan grim qilish jarayonida
Üzden qirib ketip bağallıqı, qo'riqning jiqqiyib ketip bağallıqını balысы bas o'rinda, balысы bağalatı deb qo'ydi. Bu xil deyishning o'zi balaga ig'ir darajada psixika pasif ta'sirini qo'zg'aydi. Chunki bala otasini yoki dadasini inta mukammal inson deb qaraydi. Unda bir ana o'zining kichik qizining yanında o'zining qirib ketip bağallıqı, satishib ketip bağallıqını desa, bu amaliyotni nimani shakllantirdi desa, ash qizning kallasida o'zidan bir xil naiti, o'zining satikellik, o'zining naiti qirib ketip bağallıqdek berib qo'ydi. Shunga bundaq ahvollarga bek diqqat qilish kerak. Ondan so'ng rasmiy mashg'ulot davrida bolalar o'zini cho'ng bo'ldim deb qaraydigan ahvollar bor. Shunga bu vaqtda ular bir qadar o'zbeshimcha o'zimnikini rost deb qaraydigan, hatto ota-onalarga bir xilliqqa nim deb qo'yamiz, kirishib oldigan ota-onalarga isyon ko'taradigan yoki uningga doim öktü qo'padigan mazgil hisoblanadi. Onundan başqa yana nimalar diqqat qilish kerak deganda, shu konkret mashg'ulotlar bilan rasmiy mashg'ulot davrida bolalarning psixikasiga yoki bularning axloqining shakllanishida ota-ona muhim o'rin turmay qoladi. Bu vaqt kim muhim o'rin tursa, uning tang tushlari muhim o'rin turadi. Chunki bu davrda ular yaxshi yomon ishlarning har qandigini tang tushlari orqali o'rganib chiqadi. Shunga ota-onalar bolalarning mush davrda aralashgan bolalarga ancha-muncha ko'z quloq bo'lib qo'yishi kerak. Uningdan boshqa ba'zi hormon yoki fiziologik o'zgarish tufayli bolalarda rasmiy mashg'ulot davrida darsga qiziqmaslik shakllandi. Yotchinislarga qiziqish, ders qiziqmaslik shakllandi. Bu ularning mingisdagi ma'lum bir tuzilish. Chunki bu davrda ota-onalar balam tuyuqsiz chekinib ketdi, to'liq standart, mandat, sen tirishmatibsa ayblashga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu davrda chekinib ketishi tabiiy ahvol shakllandi. Ondan bu davrda bolalar o'zining qilgan nurg'un ishlarini yushirishga tirishadi. Hamda bir balaning o'zining ma'lum bir xatoligini demaslikning o'zi ota-onaga balkim tasalli berishi mumkin. Chunki demaganlik uchun qilmadi deb o'ylaydi. Ammo demaganlikning o'zi bu harakatni qilmaganlikdan direkt vermaydi. Shunga mening ko'pincha ota-onalarga tavsiya qildig'im nima degan vaqtda bola qanday xatolik o'tkazishdan qat'iy nazar ota-onasiga deyalish kerak. Mayli u qandaq qo'rqinish xato o'tkazgan bo'lsa-mu, ota-onasiga deyishni o'rgansa, u chaqda bu balani ota-ona tizla kontrol qila oladi yoki keyin bu bola cho'ng bo'lgan vaqtimi ota-onasidan uningdan ansirish tuvallaydi. Agar u barliq ishlarni yushirishga tirishsa, kichik vaqtida ham shundoq bir xil yaxshi ketib qolgan bolaning tuyuqsiz cho'ng bo'lgan vaqtda o'zgarib ketib qolganini his qilamiz. Amaliyot bu bola nurg'un ishlarni balkim yushirin holat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga bolalar o'zining xatoligini degan vaqtda ota-ona hargiz bu xatoligini dastak qilib turib balaga zarba bermasi kerak. Chunki bundaq zarba bolaning qilqini tuzilmaydi.